124-savol. Sitoplazmada adef va atef nisbati 4 ga 1. Ya'ni 4x ga x qo'yib oldik. Ya'ni 4x x. 15 mol glyukoza anaerob sharoitda parchalangan bo'lsa, 15 moldan 30 ta adef sarflanadi, 30 ta atef hosil bo'ladi. Dastlab adef 4x edi, 30 ta adef sarf bo'lgan, teng. Dastlab atef x edi, 30 ta atef hosil bo'lgan. Demak, x lar bir tomonga o'tadi. 4x dan x ayirsak 3x, 30 ga 30 ni qo'shadigan bo'lsak 60 bo'ladi. 60 ni 3x ga bo'ladigan bo'lsak 20 bo'ladi. Demak, 4 ta 20 ga ko'paytirsak, dastlab adeflar soni 80 ta, 1 ni 20 ga ko'paytiradigan bo'lsak, dastlab ateflar soni 20 ta bo'ladi. 80 ta edi adef dastlab, shuni 30 tasi sarf bo'lib ketgan, 50 ta qolgan. Oxirida 20 ta atef bor edi, 30 ta hosil bo'lyapti, oxirida 50 ta atef bo'lyapti. Amefda bitta fasad kisata, adefda ikkita fasad kisata, atefda esa 3 ta fasad kisata bo'ladi. Bizda 124 ta dastlabki ateflarda nechta fasad kisata bor? Dastlab 1 ni 20 ga ko'paytirganimizda 20 ta atef bor edi. Atefda 3 ta fasad kisata bo'lsa, 20 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 60 ta bo'ladi. Javob B variant. 125 ta hujayradagi dastlabki adeflar soni 80 ta edi. Bitta adefda ikkita fasad kisata bo'lsa, 80 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 160 ta fasad kisata bo'ladi. Javob B variant. C variant bo'ladi. 126 hujayra jarayoni oxirida ateflar soni nechta degan? Ateflar fasad kisata soni nechta degan? Hujayra jarayoni oxirida ateflar soni 50 ta edi. Bitta atefda 3 ta fasad kisata bo'lsa, 50 ta 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 150 bo'ladi. Javob A variant bo'ladi. 127 da jarayon oxiridagi adeflarda, jarayon oxirida 50 ta adef qolgan. Shundan nechta fasad kisata bo'ladi desak, 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 100 ta bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. 128 glyukoza to'liq va to'liqsiz parchalanganda 4780 kilojoule energiya issiq sifatida tarqaldi. O'z 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 1280 kilojoule issiq sifatida tarqalardi. 4780 ni 1280 ga bo'ladigan bo'lsak 3,7 chiqadi. Biz buni 3,5 mol to'liq deymiz. Bizda glyukoza to'liq parchalanganda 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 mol glyukoza to'liq parchalanadi. Shunday ketaveradi. 3 dan 3,5 gacha oralig'ida bo'lsa agar 3 mol glyukoza to'liq parchalandi deymiz. Ya'ni 3,1, 3,2, 3,3 bo'ladigan bo'lsa 3 mol glyukoza to'liq parchalangan bo'ladi. 3,6, 3,7, 3,8, 3,9 bo'ladigan bo'lsa 3,5 mol glyukoza to'liq parchalangan ekan. Demak, 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 1280 issiq sifat tarqalsa, 3,5 ni 1280 ga ko'paytirsak 4480 kilojoule issiq sifat tarqaladi. Glyukoza to'liq parchalanganda jami 4780 edi. 4480 dersak 300 qoladi. Bu chala parchalanishda. Chala parchalanganda issiq sifatda 120 tarqalardi. 300 ni 120 ga bo'lsak 2,5 mol to'liq chala bo'ladi. 2,5 mol chala, 3,5 mol to'liq bo'lyapti. Bizda aytilyapti, to'liq parchalangan glyukoza miqdori 3,5. C javob bo'ladi. 129 da chala parchalangan glyukoza qancha degan? Bu 2,5 bo'ladi. B variant bo'ladi. 130 da to'liq parchalangan glyukozada ateflar soni to'liq parchalangan 3,5 bo'lsa 38 ga ko'paytirsak 133 ta atef bo'ladi. Javob A variant. 131 da chala parchalangan glyukoza ateflar soni. Chala parchalangan 2,5 edi. 2,5 chalada 2 ta edi. 2 ga ko'paytirsak 5 mol bo'ladi. Javob D variant bo'ladi.